Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida Futbol maydoni kanali. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak biz boshladik. Shomurodov bomba transfer bo'ladi. Yevropaning mashhur ligasida Eldorni kutishyapti. O'tgan mavsumni muvaffaqiyatli o'tkazib, Romaning inqirozdan chiqishiga va Yevropa ligasiga yo'llanma olishiga katta hissa qo'shgan o'zbek legionerining Rimdagi kelajagi hali to'liq oydinlashmagan. Romada bosh murabbiy almashib, Eldorning qadrdon ustoziga aylangan Claudio Ranierining o'rniga Gian Piero kelgani tabiiyki, tarkibda jiddiy o'zgarishlar amalga oshishiga sabab bo'ladi. Bu o'rinda bir necha yildan buyon Yevropada nom qozongan futbolchilarni o'z chempionatiga taklif qilib kelayotgan Turkiya klublari yozgi transferlar vaqtida yana bir necha yangi o'yinchilarni Superligaga olib kelishga urinib ko'radi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş va Trabzonspor kabi jamoalar hujum chizig'ini kuchaytirish maqsadida qator yulduzlarni nishonga olgan bo'lsa, Başakşehir o'zbek yulduzini tanladi. O'zbek futbolchisi himoyachilar hujumchilarga qarshi shiddatli va ayovsiz o'ynaydigan A seriyadagi murakkab ligada ham o'z o'yinlari bilan ajralib turadi. Endi bu yulduz bizning ligada ham nom qozonadigan bo'lyapti. Başakşehir va Eldor Shomurodov o'rtasidagi muzokaralar davom etmoqda va ijobiy yakunlanishi kutilyapti deb yozdi Gazeta Arena nashri. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosishingizni va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.